Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga Asrtech korxonamizdagi bor uskunalarni tanishtirib ko'rsatib o'taman. Lekin narxlarini kerak bo'lsa telefon orqali so'raverasizlar. Video kattalashib ketmadi. Uskunalar keladi, tugaydi, yana yangi uskunalar keladi. Shunga tanishtirib o'taman hozir. Mana birinchi zalimizga hozir kiramiz. Mana birinchi ko'rgazma zalimiz. Non qolipdan boshlab oshxonalar uchun Uyg'ur lag'monlarini qovurgani, o'choq qozonlar juda katta davleniya bilan pishirib beradi mahsulotlarni. Bu yoqda lag'mon chiqaradigan uskunalar, kofe bu yoqdan ko'rsataman. Moykalar, lag'mon chiqaradigan uskunalarning kattalari ko'rishingiz mumkin. Xamir yoygichlar, endi tarqoq tartibsiz bo'lib ketgan gaz plitalar. Baribir tabiiyligini buzmaymiz. Slayserlar, manti jimbillar, sok apparatlar, taomlarni iliq ushlaydigan marmetlar, marmet idishlar har turidan mana. Kokteyl apparatlar. Kerak bo'lsa so'rayverasizlar telefon qilib. Samovarlar. Oshxonalar uchun marmet taomlarni iliq ushlaydigan. Izgira, paxta qand chiqaradigan grill apparatlar. Hop, keyingi oshxonalar, bog'chalar uchun kastrullar, nержавейкalik. Mantiman, bu endi samovar. Trubaga ulaysiz, suvni o'zi regirovka qiladi, suv quyishdan qutulasiz. Mana shu 60 litrligi minglab odamlarga yetkazadi. Bu yog'i qattiq xamirlar uchun xamir qorgichlar 50 kilo, ezib qiladigan, kesib qiladigan har turidan bor. Qassob akalarga mana suyak kesadigan uskunalar. Gostinitsalarga, mana yo'laklarga sok apparatlarini qo'ygani. Bu yog'i yana mini uy sharoitida ham somsa, norin, lag'mon, xamir qorgichlar. 5 kilolik mana kichkinagina. Har turidan bor. Xamir qorgichni hamma turi bor. Qattiq xamirdan boshlab ko'rishingiz mumkin. Bu yog'i yumshoq xamirlar uchun 25 kilolik, 12,5 kilolik. Pishiriqchi opa-singillarimizni mikser, tuxum ko'pirtiradiganlarni ham hamma turi bor. 7 litrgacha bor. Mana bu boshlig'imiz o'g'illari. Ha, ketasiz videoga. Videoga kirib ketasiz hozir. Mana bu pechkalarimiz. Mana Yevropa standartlariga moslab chiqarilgan pishiriq pechlar, juda ham sifatli ishlangan. Issiq o'zida yaxshi ushlab qoladi. O'zining mo'rlari, zontelari bor. Boshqaruvi ham sifrovoylashgan. Pishiriq pechlar kerak bo'lsa, hamma turi bor buni ham. Ko'rishingiz mumkin. Oddiy pechdan boshlab konveksionlik, parakonvektomat bularning ham hamma turi bor. Shu sohada ishlab daromad qilaman deganlarga o'rgatib beradigan ustalar ham bor. Yo'lga tushirib beradi ishlaringizni. Mini kichkina pechlardan tortib bor. Pizza pechlar hammasi bor. Keyingi zalimizga o'tamiz endi. Xo'p, konveksionli pechlarimiz 10 talik, 5 taliklari keldi. Gazlik, toklik mahsulotlarni juda ham sifatli chiqarib beradi. Yuqori sifatda par berish funksiyasi bor. Mana bu yerda rastoykalarimiz, para konvektomatlarimiz keldi. Mana bu ham universal, ham parda, ham jarda, oshxona sohasida bir zo'r yordamchi bo'ladi. Go'shtlarni pishirgani ham 6 talik, 10 talik. Manti ham pishirsa bo'ladi. Funksiyasi juda ham funksionalni. Hammasi 380 da ishlaydi bular. Bu yoqda mana xolodilniklar, supermarketlar, magazinlar uchun katta 320lik, 194lik, 160lik
Bu yoqda arzonroq pechlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Mana shummay degan pechlardan. List teradiganlarimiz, gazlik, tokli pechlarimiz. Va mana go'shtlarni kubik qilib to'rg'aydigan uskunalarimiz. Sabzavotlar va go'sht va piyozlarni suvini chiqarmay chop beradigan uskunalarimiz. Bu yoq mana manti jimbillar, manti oshxona sohasi uchun bambuklik, katta, kichik har turdan bor. Xamir yoygichlar, zuvala qilib beradigan, xamirlarni uzib beradigan, kartoshkalarni ustidagi postini shilib beradigan, sabzi to'rg'aydigan, avtomatli, ruchnoy. Xamir qorgichlarni 50 kilo yangi kelgan modellari. Piltalar, tokli piltalar, stol xolodilniklar, mana samovarlar, morozelnik, stol morozelniklar. Konveksionniy pechni oddiyroqlari, stol usti xolodilnik, marmetli ko'rinib turadigan. Tabaki qozonlar, bostirma tabaki. Va elektromobillarga zaratniklar bor. Va mana rotatsionni eng katta pechimiz. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Bahaybat uydaga keladi. Bu yoqda upakovishnilar, ruchnoy dazmollar, kolbasa chiqarish uchun apparatlar. Bu yoqda upakovishnilar, xamir yoygich, tunel termosadishnilar. Mesorobkalarning hamma turidan mavjud. Tomatlar uchun, go'shtlar uchun, muzlagan go'shtlar uchun hamma turi bor. Slayserlar, koterlar mana. Go'sht meshalkalar. Bu yoqda endi mana vakuum apparatlarimiz. Va bular ham kelgan. Bularni hali xotirjam alohida reklama ham qilamiz. Termosadishniy apparatlarimiz, ayron upakovka, boshqa videolarimizda ham ko'rsatganmiz. Upakovishnilar bular. Xamir yoyadiganni bahaybat kattalargacha bor. Xamirga ishlov beradigan apparatlarimiz. Xo'sh, mana bu yerda yana mana go'shtlarni parrak qilib kesib beradigan apparatlar. Moyka apparatlarimiz, idish yuvadigan. Sabzavotlarni to'rg'ashtirib beradigan drabelkalar, frezerlar, Navoiy aka-ukalarimizga xamir qorgichlar, xamir yoygichlarni lentalari, non kesadiganlar. Mana bu yerda drabelkalar mana. Sahifalarimizni ko'rsana mana. Toshni maydalaganmiz mana. Bu yog'i bilash apparatlar, stol xolodilniklar, manta apparatda faqat pryannikka sotyapmiz hozircha. Tovuq patini yuladigan, bu yog'i suv qaynatadigan, suyuq ovqatlar uchun. Mana bu shashlikni tutunni yutadigan, shashlik qo'ra ham olib kelib qo'yganmiz kichikroq. Xo'p, bu yog'i xolodilniklarni yana alohida ko'rsataman. Kuzatib turasizlar. Mana bu mag'izlar, chaqilgan mag'izlarni ajratib beradi. Dadagini, mag'izini ajratib beruvchi uskuna. Endi xolodilniklarimizga o'tamiz. Mana italyanskiy tashqi burchak, to'rt pishiriqlar uchun mramorlik 1,5, 180. Stoyachiy xolodilniklar. Yopiq morozelniklar mana. Bu plyonkasi shilingan, bu yog'i shilinmagan, -15 gacha beradi. Fresh oxirgi xolodilnikimiz. Italyanskiy juda ko'p xolodilniklarni sotib tugatib yubordik. Endi mayda chuydalar qolgan bu yerda mana. Tashqi burchak, ichki burchak mana qangi. Ugullar qolgan основной, uglovoy. Turkiyani Qaplanlar degan zavodniki mana ugul qolgan. Mana shundoq qilib jihozlab qo'yganmiz. Agar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Minus beradi. Mana orqa ko'rinishi bu yoqda shu mijozlarga xizmat qilish joyi. Orqa tarafi. Bu yoq endi morozelkalar, italyanskiy katta bahaybat morozelkalar. Agregati tashqarida turadi.
Turkiya stoячий холодильникlar, plyonkalar shilinmagan, shilinsa nержавейка hammasi. Yopig'i, ochig'i. Yana bitta zalimiz bor, uni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu ochiq холодильникimiz ham bor. Mana yana bir zalimizga chiqamiz. Motorchalar, shu uskunalar motor, mini mana xamir qorgichlar, KFC apparatlar, dimlab pishiradigan. Lislan teradigan zapchastlar, mana marmet, KFC va quruq mahsulotlar uchun iliq ushlaydigan marmet. Friturnitsalar. Danar iladigan danar apparatlar, bilish apparatlar yana bu yoqda. Pichoqlar, turk pichoqlari. Motorli danar apparatlar. Tosterlarimiz ko'p qolmagan. Bu yog'i pishiriq. Konditer sohasiga oid pishiriqchilarga har xil formali uskunalar, shokolad fontanlar, shokolad eritib beradigan uskunalar va mana yog'da pishiradigan ponchik apparatlar. Bu yoqda mana yana o'sha turk холодильниклari, muz chiqaradigan italyanskiy. Mana Italiya muz apparatlar. Idish yuvadiganlari, kichikroqlari, bar холодильниклар. Bu yog'i endi pizza pech, bu yog'i duxovkalar mana katta-katta duxovkalar, oshxona, to'yxona, tokli, gazli hamma turidan mavjud. Ikkitali. Mana bunaqa joyingizga qarab tanlab olaverasiz. Mana 6 talik. Mana 6 talik ham tok, ikkita ko'zi tok, 4 ta ko'zi gaz. Bu yoqda mesorobkalar, ostatka mesorobkalar bular. Turkiyaning Xanaja zavodiniki, morozelkali oxirgisi. Mini mesorobkalar. Kotletlarni presslab beradigan mikserlar kattalari Turkiyaniki. Anor siqadiganlar. Shu bor uskunalarimiz. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Qiziqqanlar telefon qilsani hammasini narxini aytib beramiz. Salomat bo'ling.